Yandeksda ertalabdan kechgacha ishlasangiz ham pul kam chiqyaptimi? Demak, siz qayerdadir xato qilyapsiz. Bu video aynan siz uchun. Marhamat. Ishni to'g'ri boshlashimiz uchun bizga ikkita telefon bo'lgani ma'qul. Nimaga desangiz, birida aynan Yandeks taksili programmasini yoqib qo'yasiz. Ikkinchisida bo'lsa Yandeks Klientskiy. Hop, mana liniyaga chiqishdan oldin bitta kartani kichkina qilamiz va ko'rib turibmizki, juda omadli odam ekanmiz. Aynan eng arzon joyda turibmiz. Bu bizada start tarifida turibdi. Mana start. Endi aynan turgan joyimizda mana Klientskiyga kiramiz. Turgan joyimizda mana start chaqirish 8,5 ming so'm deb ko'rsatyapti. Endi dastavkaga o'tamiz. Dastavka bundoq turib, mana срочный degan joyini tanlab qo'yamiz. Tamom. Demak, turgan joyimizda start qimmatroq ekan. Dastavka срочный tarifi, dastavkaga срочный tarifi 4,5 ming so'm, start 8,5 ming so'm. Lekin mana biz ko'rib turibmiz, sal bu yoqda undan-da qimmatroq Ko'k degani bu o'zi qimmat joy degani, hamma bilsa kerak. Endi o'sha tomonga taxminan urib ko'ramiz. Taksi narxi necha pul chiqishini hozir ko'ramiz. Mana 12,5 ming so'm chiqyapti. Tushunarli. Demak, biza aynan shetdan boshlasak ham bo'ladi, lekin желательно, misol uchun Mamatlarga borib turib zakaz oladigan bo'lsak, hop, 10 minutda 4,2 kilometr. Прямо 3 километра. Hop, bu yoqdan bularni hammasini bitta telefonda qilsa ham bo'ladi, lekin bitta telefonda yana ham qiyin va uzoq vaqt egallashi mumkin va bir-biriga xalaqit qilib qolishi mumkin. Mana hozir boradigan joyimizdagi narxlarni ko'ramiz. 31 ming so'm chaqirish. Tushundinglar? Mana turgan joyimizda o'zi 8,5 ming edi. Mana sekin ko'karishni boshlayapti bu ham. Lekin biza srazi jekka urishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, mana belgilagan joyimizga yetib keldim. Hop, mana Fioletovyni eng cho'qqisi nuqtasi. Endi atrofimdagi boyagi joy umuman oqarib ketdi. Biz turgan birinchi joyimiz, ish boshlangan, analiz qilgan joyimiz. Hop, endi ana qaranglar. Chaqirish 30 ming ko'rsatyapti. Endi bismillahirrohmanirrohim deb sekin ishni boshladik. Lekin amalda ko'p shunaqa narsa bo'lganki, mana shu yaxshi joylarda ko'pincha internet yaxshi ishlamaganligi sababli ham mana shunaqa ko'rsatayotgan bo'lish ehtimoli ham mavjud. Diagnostika qilib qo'ysak bo'ladi orada. Mana zakaz keldi, 17 ming so'm. Shunda повышение 17 ming so'm. Mayli, yo'qmiz. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar.